Endi mushu mazmunda yana azroq cho'nqurlab kirsak, bizning hayotimiz nurg'un musibatlar bilan, nurg'un xafaliqlar bilan to'shqan. Ba'zilarimiz bir mezgil yashagan xushal hayotimizdan keyin tasaddubi bir xil xafaliqlarga duch kelamiz. Bir mezgil yashagan bay-bayasha turmushimizdan keyin bir xafaliq, kambag'allik turmushlarga duch kelib qolamiz. Tuyuqsizlar bunday ahvolni har hayotda yuz beradi. Bir mezgil yashagan tinch turmushdan keyin xavflikka, xavfsizlikka to'lgan qo'rqinchli bir xil turmush bizni chirmoladi. Bunday vaqtlarda biz ko'p hollarda o'ylab qolamiz. Men Allohga nima gunoh qildim deydigan, ya'ni bir xato bir tushunchalancho. Dal mushu vaqtlarning o'zida yani eng musibatlik, eng xafaliqlik, ustimizga besim qat-qat kelayotgan kunlarda bu Allohga nisbatan mushu ishtimi bir hikmat va degandek yaxshi qarashda bo'lish, yaxshi o'yda bo'lishmi biz bugun mana hozirgi mushu suhbatimizda sizlar bilan o'rtoqlashmoqchi bo'lgan Allohga yaxshi o'y fikrda bo'lish timizning tahtiga kiradigan bir nemumavi bir mazmun. Masalan, bunun bir misoliga kelsak, Aisha radhiyallohu anha haqida to'qilgan tuhmatlardan hammalarning xabari va hatto bu haqda sura Nurning 11-oyatidan boshlab bir muncha suralar tushgan innallazina ja'u bil ifk degan shaklda Aisha radhiyallohu anhaga nisbatan bir tuhmat choplandi, bilamiz. Eng qimmatlik bir holatiga choplandi u tuhmat. Ya uni yanchiqcha o'g'ri demadi. Ayol kishiga nisbatan eng qimmatli taraflarida choplandi bu tuhmat. Aisha radhiyallohu anha mush tuhmatning oldidan turolmasa, qo'panmasa, tugashdi degan gap. Ayol kishining butun izzati shu, sharafi shu. Aisha radhiyallohu anha mushu vaqada mushunda tuhmat choplangan bu bütün falokat, bütün xafaliq, bütün musibatning hammasi amaliyotda Rasulullahga kelgan bir musibat endi bu. Chunki Rasulullahning ayoli, Rasulullahning oilasi, ayolining sharifi Rasulullahning sharifi, oilasining sharifi Rasulullahning sharifi. Bu naqadar bir og'ir musibat. Bizning bashimizga nurg'un musibatlar keladi. Nurg'un gap so'zlar bo'ladi, nurg'unlari ayiblaydi. Masalan, undan boshqa men bayatni degandek nurg'un iqtisodiy jihatda qiyinchilik qiladi. Bu turib bizga bu ruhiy jihatdan bisma kelib, ba'zi turib yolg'iz yig'lig'imiz keladi. Nimishqa menga bunday ish amaliyotda mashta ishladimi, oqibatning xayrlik bo'lganlar haqida umidni uzmaslik kerak. Bayatni o'qigan oyatimda nima deydi Alloh subhanahu va taolo? Innallazina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum. Bu bunchalar tuhmatni siz yomon deb o'ylamang deyapti Alloh subhanahu. Chunki buning bir hikmati bor. Alloh subhanahu va taolo masalan shu voqelikni tilga olsak, mu'minlarni shu yerda sinidi. Mu'minlarning hammasi bu voqelikka nisbatan yaxshi ko'z qarashda bo'ldi. Oishani yaxshi gumon qildi masalan. Unda yomon ishni qilmoqlik deb o'yladi. Mu'minlarning ichidagi iymoni ojizlar va bir qism munofiqlar bu yerda yomon qaradi. Cho'qim bir ish bor. Inchki bir masala. Allah subhanahu wa taala shu oyatning oxirisida deydi: "La tahsabuhu sharran lakum." La tahsabuhu sharran lakum. Buni yomon o'ylamanglar deydi. Masalan, mushta bir ish orqali nurg'un masalalar oydinlashdi, nurg'un ahkomlar o'tirg'i qo'yildi. Oxirida Alloh subhanahu va taolo oyati karima orqali Aisha radhiyallohu anhani aqlidi. Bir bilik odamlar o'tirg'i chiqdi shu maydonda. Shunda pas deydiki, mu'minlar orasida gap taqtiqi odamlar o'tirg'i chiqdi. Mu'minlar kimning qanday odam ekanligini shu vaqtda uqib oldi. Bu bunda bir ahamiyati bor, masalaning ahamiyati bor. Demak, bu Alloh bilan bo'lgan bandaning o'rtadagi aloqada, mayli yuz beradigan atrofimizdagi masalalar diki aloqa bo'lsin. Masalan, bayatligimda qiyinchilik, musibat, xafaliq, tuyuqsiz kelgan balo ofatlarda Allohga nisbatan bo'lgan bizning qarashimiz olsun yoki kelgusida qiyomat kunida oxiratda Allohning bizni mag'firat qilish, qilmaslik masaladagi Alloh qo'ygan qarashimiz olsun. Bu yerda sadilarcha qarash asla qabul qilinmaydi. Hech qachon Alloh subhanahu va taolo bikaq mag'firat qilmaydi. Bizning mag'firatning sababi bo'lishi kerak.
Çoxum Allah'ның bizga rahmat qilishning oldin a'lo qiladigan bir taqozolarni qilishimiz kerak.